Otajon, shu damasda yaxshi kunlaringizga mining. Rahmat o'g'lim, rahmat. Baraka top. Farzandingiz sizga shunaqa mashinalarda podarka qilayotgan ekan, shu farzandingizni rohatini ko'ring. O'chir bu mahallaga muncha vag'ir qilasanlar, hay. Katta ko'chaga qilasanlar, nima gap? O'g'lim menga podarka olib keldi. Qanaqa podarka? Mana mashina. Qanaqa mashina? Damas? Bu metallomni nima qilasizlar bu metallomni? Bu kanaljon tagiga 2-3 marta aylangan mashina-ku bu. Turg'un tog'a, yangi damas bu. So'kinmay gapir ifloschi. O'g'ling o'qiydimi yo senga damas podarka qiladimi, ha? Kunduzi o'qiydi, kechasi ishlaydi. Shu zamon ko'tarsa-ki, mana shu knopkani ham ana shu ishni urib o'ldirib tashlasan. Nima qilyapsiz? Sova qilasan, bir-biringga podarka qilasan, muchal qilasan. Meni ham o'g'lim yaqinga BMWning oxirgi modelidan shuni sova qiladi, hali hammaning ko'zingga shu ko'sada ochilib qoladi. Meni o'g'lim bor-ku, katta o'qishga topshirdi. Yo'q-e? O'qishga ham kirdi Tolibjon. Tushunapsanmi? Hali menga BMW sova qiladi. Ota, men qachon o'qishga kirdim? Iflos. Sen nima qilyapsan bu yoqqa? Ishlovmi? Ishlab nima qilasan sen? Sizga BMW olishimiz kerak-ku, otajon. Qo'shni bu prosta shug'ullanyapti-da, hobbisida bu. O't, 30 ga kirgan hali ham yosh. Topgan ishini qara, hali bu damaslaring hech narsa emas. Menga BMW podarka qiladi, ha? Ha, BMW olamiz. Kiyiming narsani yur. Qachon ko'karaykinman, ha, bu ketishga.